Assalomu alaykum, musofir oilasini kuzatayotgan aziz opa-singillar, qandaysizlar? Hammalar sog'lig'inglar yaxshimi? Bugun bizda mana shunaqa havo, daraxtlar gullab, yomg'irlar yog'ib, tuman ham tushib qolibdi ertaman saharida. Tuman deysa bolalar. Qarasam tuman ekan, keyin bitta videoga qo'yib qo'ydim. Shunaqa qilib mana shunaqa havoda nima qilaman, bekor o'tiramanmi deb bir paxlava qilaychi. Hech paxlava qilib ko'rmaganman. Bir marta yeyishni yaxshi ko'raman. Yoqadi, ichida mayizi yo'q bo'lsa, yong'oqlar bo'lsa, rosa yaxshi ko'raman paxlavani. Shu paxlava hech qilib ko'rmagan ekanman. Keyin bir qilib ko'rayin, bekor o'tiribman baribir deb internetdan undan bundan qilib ko'rib, keyin qilib ko'raychi deb uydash bor narsalardan tuxum, smetana, shunaqa maslalar bor ekan. Ashlardan neki pesochni qilib test oldim. Shirinliklar qilayotganda mancha gram bo'lishi kerak deyishadi. Shunaqalarga hech ham e'tibor bermayman. Berish kerakmikan o'zi? Berish kerak emasmi bilmayman. Men hech ham shunaqasiga e'tibor bermayman. Taxminan qo'shib olaman. Haligi katta nimamanda kulinarman deb qo'yaman. Asta qilib shatta taxminan qilib qo'shib olaman. Birarda o'xshab qoladi, birarda o'xshamaydi. Nima qilaylik endi, eplaganimizcha qilyapmiz-da deb qo'yaman. Ashdan qilib tuxumni sarig'ini alohida qilib ajratib olar ekan. Sarig'iga keyin smetanani qo'shib aralashtirib, shakar qo'shib, birinchi tuxumni sarig'ini ajratib olgandan keyin shakar bilan ko'pirtirib oldim ozginachi, shakarni eritib. Keyin smetana qo'shdim. Keyin uni xamirga qo'yib, xamir qilib olib qo'yib, xolodilnikka solib qo'ydim. Undan keyin havo ochilib ketdi, obdala chiqib ketdi. Bir qarasang sovuq, bir qarasang issiq. Bizda shunaqa bo'lyapti, sizlarda havolar qanaqa bo'lyapti? Shuna qilib qo'shib olib, aralashtirib, xamir qilib, ozgina nimada turish kerak ekan u. Morozinada turish kerak ekan, ozgina qatish kerak ekan. Yumshoq bo'lar ekan u. Keyin asha solib qo'ydim morozinlikka. Podpiska ko'rayotganlar, podpiska bosib ketinglar. Mana qarasam ko'rayotganlarni ko'pchilik bez podpiska ko'rar ekan. Podpiska bosib qo'yinglar, sizlarda hech nima ketmaydi-yu. Shu pamoyim kimdir haligi videosini ko'rayotib, nimcha u yalinib podpiska so'raydi, like so'raydi degan bo'lsam kerak-da. Mana o'zim boshimga shu kun tushdi. O'zim ham shunaqa bo'lyapman. Shu uchun biroz ustida unaqa demanglar, shunaqa qilib boshlarga tushib qolishi mumkin ekan deb qo'ying. Shunaqa qilib o'zim ham so'raydigan bo'lib qoldim. Like bosib qo'yinglar, kommentariy yozib qo'yinglar, podpiska bo'lib qo'yinglar deb. Endi nima qilaylik, endi shunaqa ekanda endi. Shunaqa qilib bitta nima paxlavanglar qilamanmi dedim-da, keyin xonim, sizlarda xonim deydi, bizda xunon deydi. Shunaqa ham qilib qo'yay bir deb, keyin oson bo'ladi, tezda bo'ladi deb keyin ashuna qilishni boshladim. Unga to'g'rab, uni xamirni xolodilnikka solib qo'yib, majjudalar to'g'rab, osh xamirini oldim, yumshoq qilib oladi-yu xonimga. Shunaqa qilib xamirni ham yumshoq qilib olib qo'ydim. Konsolkasi mana nimani boshida ko'rgan bo'lsanglar kerak, o'zichi o'xshamagan paxlava deb. Mana shu yerda aytib qo'yib o'tib ketay, o'xshamadi. Menga yoqmay qoldi. Qaytib qilmaydigan bo'ldim deb qo'yib, videoga dorgacha ko'rsanglar bilasizlar nimaganligini. Sizlar bugun nima ovqat qildinglar? Kommentariyda yozinglar. Har kuni o'ylaymiz, nima ovqat qilay, bugun nima ovqat qilay. Haligi nima ovqat qilay, kecha nima ovqat qiluvdim, qaysi ovqatlar qilinmay qoldi. Biz eng katta problemamiz shu. Endi bilmay, oilasida katta odamlar bor, odamlar misol uchun so'rashadi-yu, ovqat qilaylik deyishadi, aytishadi, qilishadi. Biz endi dadamiz menga farqi yo'q deydi. Bilmayman deydi. Shu uchun ashi ham chataq. Endi o'ylanishga to'g'ri keladi deb qo'yib. Shunaqa qilib o'zimni bilib osongina deb shattagina ham shirinlik
ham ovqatim pishib qoladi deb hammasini tengdaniga qildim-da. Ishta qilib bekor o'tirmay deb ko'ryapsanmi, qanchalik bir nima deydi, mehnatkaşman deb qo'yaman. Xuddi dalaga chiqib yer chopib kelganda ya ashtaqa ishlar ham qilmaymiz. Shu ertadan kechgacha uyda ichida o'tirib, yurib turib, ashadda ishlarni qilamiz. Xudoyim, o'zingga shukr deyman. Shu ovqat qilishda ham ish deydimi deb qo'yaman birarda o'zimga o'zim. Shu ham ishmi, o'zingga o'zing ovqat ham ishda deb qo'yasan-da deyman. Ishta qilib noshukr bo'lmaylik, shukr qilaylik deb o'zimga o'zim aytaman. O'zimga aytaman hozir ham. Shunaqa qilib xamirim ham tayyor bo'lib qopti. Mana tuxumni oqini boya olib qo'ydim. Haliginisini, ashanisini ham ko'pirtirib oldim. Uni ham haligi videoga olmadim. Yong'oqni maydalab turib, uni qo'shib yubordim. Yong'og'i sal ozroq bo'lib qoldi deb o'yladim. Lekin yeganda bilinmadi, yaxshilab bo'pti. Shunaqa biskit qiladigan idishimga o'zi nima solib qiladi, o'zi ashanga nito qildimmi bilmayman. Mana idishga solibchi, listga solish kerakmidi. Endi men duxovkamni listi boshqacha edi, unga qila olmasdim. Shuning uchun men mashi idishga solib qildim. Shuning uchun o'xshamay qoldimmi? Bilmayman, yozinglar, nimaga o'xshamaganini aytinglar, chiqani bir. Keyin shunaqa qilib yayib ko'rsam ketgan bo'lib qopti. Kattaydi. Shu endi bir epladim-da, endi o'zimcha epladim. Yetmagan yerlariga tortib yurib. Endi adashmasam mash chekasini bekor ovoribman. Mash chekasi qolish kerak ekan, chekalarni ovoribman. Keyin oxirida haligi qimchiq bekitib qo'yish kerakmidi? Haligi chekasini yopib qo'yish kerakmidi? Shu endi shu epladim-da, konsolkasi. Keyin 3 qavat qildimmi? 3 qavat qilganligimga uchun mana o'rtasida pishmay qoldi. O'zi aytishdi menga o'rtadaginisini alohida qilib pishirib turib, keyin qo'yib turib, keyin qiling, o'rtadagisi pishmay qoladi deyshudi. Men endi pishirib yuboraman endi deb o'zimcha shuna debman-da. Pishmay qoldi. Ustisi pishdi, tagisi pishdi. Ko'nglimdagidek chiqdi, ustilar shu o'rtasi pishmay qoldi-da. Endi u uchun teva qismini ajratib, o'rtadagisini oborib, keyin yeyishga to'g'ri keldi. Qaytib qo'ymayman dedim, yuragim siqilib qoldi. Shu menda bir narsa qilsam o'xshamasa, qaytib qilmayman. Hech ham qilmayman. Agar o'xshab qolsa, shu 2 kunda bir qilaman. Shu ko'nglim aynmaguncha. Ashtaqa aytib, shunaqa qilib aytinglar, misol uchun 3 qavat qilsanglar, o'rtasidagini pishirasizlarmi, pishirmaysizlarmi? Nimalarda yo o'zi pishib ketadimi, yo pishirib solasizlarmi? Shuni ham aytib o'tib ketinglar. Qani, yana biror safar qilgim kelib qolsa, shunaqa qilib qolarman. Konsolkasi lekin yeyapmiz, endi eplab nima qilaylik, yeymiz endi. Shu o'rtasini hisobga olmaganda, hatto nimalari qolganlari o'xshadi. Bo'ladi. Endi epladim konsolkasichi, birinchiga shunchaqa bo'lsa kerak. Shunaqa bo'ladi-da, to'g'rimi? Endi birinchisi. Chekalarni ham yopmadimmi? Shu endi epladim-da, endi mana shunaqa qilib ustiga sepib, o'zimcha mana qilib rombi ham kesa olmayman-chi. Rombilarni 4 burchak bo'lib ketdi, rombi emas, 4 burchak bo'lib ketdi. Ishta qilib mana qilib yong'oqlarni qo'yib, endi o'zimcha bir zo'r chiqsa kerak deb, endi hali bir ishtahalar bilan qildim-da. Ustiga kamiga kunjutlarni ham tepib qo'ydim. O'zim menga qarasa, mana video chiroyli turibdi, to'g'rimi? Mana o'zingizlar aytinglar, mana video o'shim turibdi. Uni xalajini duxovkaga tiqib qo'yib, bu yerda xonim qilishni boshladim. Mana xonimni ham bir pasda shitillatib o'rab qo'ydim. Uni videoga olib esimdan chiqib qoldi. Ko'p ish qildim-da. Uni ham dimlab qo'yib, ya'ni parlament duxovkaga tiqib, bu xunonni dimlab qo'yib, o'zini yeymizmi deb bir sabzi salat bor edi. Men sabzi salat ham qildim. Yaxshi ketadi-yu, nima bilanchi? Undan bilan yaxshi ketadi, xonim bilan. Nima ketdi? Sabzi, chesnok, hali koreyskiy uzun nima bor? Nima desdi? Karam. Ashkaramdan qo'shdim, jicha uksus, jicha suv, keyin salat pripravasini qo'shib, tuz, yog' qo'shib aralashtirib qo'ydim. Yeyishli bo'ldi. Maza qilib yedik. Shunaqa qilib
videoga olgancha hamma ishim ham qo'rqpan, ovqatim ham pishdi, mana shirinligim ham pishdi, salatim ham bo'ldi. Shunaqa qilib videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, like bosib, podpiska bosib, kommentariyada xatoyimni yozib ketinglar. Mana pahlava degan xatoyimni o'nglay yana bir test qilib ko'rarman. Shunaqa qilib yozinglar. Hech kim yozmayapti ham. O'zi shu burun videolarim yaxshi ko'rilasdi, ko'rinmay qo'ydi. Shu qattiq xato qilyapman keyin deb ham qo'yyapman endi. Bo'pti endi boricha-da, shunga o'ylanaymi, to'g'rimi? Mana shunaqa qilib aralashtirib oldim. Hozir pahlavamni ko'rsataman. Shundaga ham ko'rinsa kerak, ichi pishmaganicha ko'rinsa kerak. Ko'rsatib o'tib ketganman. Mana o'zi qaranglar, videosi ham norm chiqdi. Yesa bo'ladigan, lekin qattiq yumshoq bo'larmidi, bilmayman, shu qattiqroq bo'lib ham qoldi. Ustiga asal cho'kib qo'ydim. Shunaqa qilib mana hamma narsamiz tayyor bo'ldi. Ko'rib baholarni berib, xatolarimni yozib qo'yinglar. Yana qolgan videolarda ko'rishguncha sog' salomatda bo'linglar. Hozir kesib o'rtasini ko'rsataman. O'chirib qo'ymanglar.